Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bugungi obzorimiz mana shu mollar to'g'risiga bo'ladi. Bugungi sanamiz 14-oktyabr haftani seshanba kuni 2025-yil. Hozir bu mollarimizni bir qator obzor qilamiz. Simental kucha so'raganga kucha ham kelgan. Mana silosimiz tayyor, mashinamiz tayyor, molingiz tayyor bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Yetkazib berish ichiga 26 ming so'mdan donli Yamadan chiqqan tayyor bo'lgan silos. Kechki silos emas, vaqtli ekilgan silosning doni yaxshi, o'ta nihoyatda. Rizqni Alloh beradi, albatta sabrni qilish kerak. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bugungi obzorimiz mana shu mollarimiz kelgan. Shu haqida bo'ladi. U kuni mollarni chiqargandik. Simental, Avlikol, Shvet sotilib ketgan edi. Keyin mana bu g'onojinni aytib o'tuvdik-ku, chiqara olmagan edik. Buni olib chiqdik tashqariga. Keyin mana bunaqa yosh 4 oylik atrofga simental buzoqcha bor. Bu ho'kizcha. Buni ham obzorini chiqaramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, o'ng tarafingizga qizil podpisatsiya yo obuna degan yozuv bor. O'shani bir martagina bossangiz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni mana shunaqa yangi kirgizib borayotgan videolarimiz sizlarga birinchilardan taqdim etildi. Azizlar, men hozir bugungi sanani aytib o'tdik. Hozir zotga olaman desangiz ham zotga yaraydi inshaalloh. Chopyapti, yoshligidan chopyapti. Mana azizlar, bir boshdan boshlaymiz. Bu anguschamiz mana. Bu anguschamiz 6 oylikdan o'tib 7 oylikka bordi. 20 million emas. Birdaniga narxini aytib o'tamiz. 20 pastiga bitadi inshaalloh. Hozir ichkariga kirib orqalarini ham ko'rsatamiz. Bunisi esa bunisi ham 20 emas, 19 millionga chiqadi. Bular 17 million so'm. 17 million so'm. 8 million so'm. O'ta udal. Orqa korobkalarni ko'rsangiz hayron bo'lasiz. Bu yerga ikkita yangilik bo'lgan. Mana bu sigirimiz 30 million kami bor. Bu ho'kizchamiz kelsa kelishamiz inshaalloh. Chisti simental, stakan yo'q, oq kiprik, shampan quloq, shunaqa. Orqa korobkasini ko'rsangiz hayron qolasiz. Bitta nimasi maydagina shoxchasi bor. Buni ham shoxchasi bor. Shoxli variant bu tarafga, to'qoli variant bu tarafga. Bunga bitta shox bor, bularga mayda-mayda shoxchasi bor. Aziz do'stlar, mana hozir bitta ichkariga kiramiz. Bu sigirimiz hozir bahosini aytamiz sigirimizni. Sigirimiz 30 million so'm. Eshikni ochib ichkariga kiramiz. Orqa korobkalarni ko'rsatamiz inshaalloh. Mana estonchamiz turibdi. Bitta aka kelib 3 tasini savdo qildi, yerga urdi lekin. Mesinni pulni ham aytmadi. Rahmat u kishiga ham. Baribir bozor, lekin birovni yukini narx qilayotganga yerga urib olib, sotayotganga qimmat sotish kerak emas. O'z holiga olish kerak, ozgina foyda qilsa berish kerak. Nimagaki bu rizqni Alloh beradi. Bugun menga bor, ertaga sizga bor. Menga yo'q. Agar mo'min musulmon bo'lsa, qo'lga keladi davlat, ketsa qo'ldan ketadi. Ozgina bu taraf xira ekan. Bu tarafdan boshlab kelaylik. Quyosh chiqyapti. Ozgina nima bo'lyapti? Ertalab vaqtni syomka qilyapmiz. Mana. Semizcha chiroyli, chisti abelin angus. Hech qanaqa ayb illati yo'q. Yeshiga 5. Yemasa, ichmasa molni qaytarib olaman. Mana orqa korobkalari. 20-25 aytmaymiz kamiga. Mana ikkinchi. Bu simental, bu ho'kizcha. Buni adashib nima qilma? G'onojin deyma. Bu ho'kizcha. Ho'kizcha. Chisti simental. Bunun narxi bizi qimmat kelgan ekan. Shunga mana yeliga qilib beryapmiz. O'zini o'ynayapti dedi. Ho'kizchamiz
23 aytyapmiz, yana xayriga o'tib beramiz inshaalloh. Katta baho qo'ymaymiz, bu yerga kerak emas. Mana Mickey Mouse turibdi. Mana shu Eston Mickey Mouse bu Angusni yerga urdi, yomon yerga urdi. Mesni pulni aytdi-da. Mesni pulni ham aytmadi. Bu kishiga ham omad. Mana 17 milyondan boshlanadi. 17, 18, 19 mana 20 uchi deyapmiz, xayriga o'tib beramiz. Bu sigirimiz Bug'unojin. Biz qochganiga 1 oydan oshdi. 1 oy 10 kun menimcha bo'lgan. Hozir bu yerga quyoshda mana simentalchaning orqa korobkalari. Kelsangiz ustiga ko'rsangiz mazza qilasiz. Ko'rish misol uchun baribir kelgandan keyin ko'rib oladi. Agar o'zingiz chetga bo'lsangiz, uydagilarni yuvuring, kelib ko'radi ustiga. Ustiga gaplashamiz bu simentalchadan. Shunga nima deysizlar? 1 oy ziyod bo'ldi qochganiga tuz berish kerakmi, yo'qmi? Har zamonga ozgina yalash kerak, oldiga suv turish kerak, deyapti. Shu to'g'rimi, yo'qmi? Bilganlar kommentariyga yozib qo'yinglar. Aziz do'stlar, videomiz qisqacha bo'ladi bugun. Nimagaki ishimiz ko'p. Siloslarimiz kelgan. Agar silos kimga kerak bo'lsa, 24 million so'mga ham bor, 26 ming so'mga bor. 24 mingligi kechki silos, 26 mingligi vaqtli urilgan, yamada bosilgan silosini. Oldin to'ldirib qo'yamiz, uyga hech kim yo'q. Hamma ishga, nimaga o'qishga borgan. Hammasi yeyish, ichishi yaxshi. To'ldiramiz, ketamiz. Bunga hozir silos bermayapmiz, ozgina somon bilan kepak urib beryapmiz. Yetkazib berish ichiga Samarqandga bo'lsa, boshqa joylarga kelishilgan holatda qilib beramiz azizlar. Hozir ozgina mana bu yerga nima bo'ldi? Hamma joyini rasvo qilyapti. Keyingi videoga ko'rishguncha omon bo'linglar. Yana chiqaramiz inshaalloh.